58.900 dollarga 3 xonali 75 kvadrat metr maydonda o'zish olan kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Kvartiramiz Afsona City 4-domning 1-qavatida joylashgan. Umuman muammosiz ikki tomonga ham skvoznak, bu tomonda ham, narigi tomonda ham oynalari bor. Eshikdan kirganimizda alohida prixoshka mebellari, keng koridorlarga ega. Mana bu yerda esa uyimizning birinchi xonasi, ya'ni kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani joylashtirib ketishgan. Yotoqxonamiz o'zining alohida mebellari ham mavjud. Mebellari, texnikalari hammasi o'z o'rnida qoladi. Endi keyingi qismimizga bu yerda oynamiz va yana qo'shimcha shkafimizdan foydalanib ketishgan ekan. Uyimizdagi hamma kiyimlaringizni bu joyga sig'dirsangiz bo'laveradi. Bu mehmonxona, mehmonxonamiz o'zida televizorlari ham bor, yumshoq mebellarni ham ko'rib turibsiz. Chiroyli, hali hech kim yashamagan uy. Isitish tizimidan, kommunal tarmoqlardan muammo yo'q, gazdan ham muammo bo'lmagan. Bu esa bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ikkita bola uchun kravatlargacha o'rnatib qo'yishgan ekan. Keyingi qismimiz bu uyimizning umumiy sanozuli. Umumiy sanozulimizning ta'mir holatlari chiroyli bo'lib turibdi. Qora ranglardan alohida foydalanib ketishgan ekan. So'ng ko'radigan qismimiz oshxona hamda ovqatlanish xonasi. Sababi oshxonamiz o'zi ham katta kvadraturaga ega. Bu yerdagi barcha maishiy texnika buyumlari, kir yuvish mashinasi deysizmi, gaz plitasidan tortib hamma narsasi o'z o'rnida qoladi. Kvartiramizning hujjatlari 100% joyida. Notar orqali bemalol o'zingiz nomingizga o'tkazib olaverasiz. Narx aytib o'tganda 58.900 dollar, barakasiga yana oz-moz o'tib berishadi. Pastdagi telefon nomerini qoldiraman, bog'lanib ushbu kvartirani sotib olishingiz mumkin.